Assalomu alaykum do'stlar. Aynan shu taom onamlarga juda ham yoqqani uchun retseptni sizlar bilan bo'lishkim keldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, yosh oilalar uchun juda ham zo'r yangiligim bor. Birinchi bo'lib kartoshkani bo'laklariga bo'lib 20 daqiqa muzdek suvga solib qo'yamiz. So'ngra suvini to'kib tashlab, bir choy qoshiqdan paprika va tuz qo'shib, 2 dona sarimsoqni qirg'ichdan chiqarib olamiz. Ozgina o'simlik yog' qo'shib, yaxshilab aralashtirib, istimizga pergament qog'ozini qo'yib, 20 daqiqa 180 gradusda pishirib olamiz. Taomimizga mol go'shtini yog'siz joyidan videoda ko'rsatilgandek yupqalikda kesib olamiz. Qo'ziqorin juda yaxshi ko'rganim uchun 10 dona uni ham to'g'rab tayyorlab oldim. Bu taom uchun qo'ziqorinni istalgan turidan foydalansangiz bo'ladi. Taomni yanada mazali qilish uchun bir dona piyozni shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Qozonga 300 gram sariyog' solib, avval go'shtlarni 3-4 daqiqa qovurib, 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Go'shtni suvlari ajrab, ranglari o'zgargandan so'ng tabga ko'ra tuz, to'g'ralgan qo'ziqorin hamda piyozni qo'shib, ozgina qovurib, yana 10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Piyozlarimiz suvi chiqib olgandan so'ng 400 gram qaymoq yoki simitani qo'shib, olovimizni o'chirib 5-10 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Shu orada sizlarga zo'r yangiligim bor. Chinnichali firmasi bor yo'g'i 285 mingga ajoyib setni yo'lga qo'yishibdi. Bu setimizga 6 ta kosa, 6 ta piyola, 2 ta lagan, 6 ta kichkina, 6 ta katta tarelka, 4 ta salatnitsa, 2 ta avalnitsa va bitta choynak kiradi. Do'stlar, taomimiz tayyor. Bu taomni o'zingiz ta'bingizga qarab bezatib, dasturxonga taqdim qilib, yaqinlaringizlarni doim xursand qilib yuringlar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.